Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlarga mana shu qizalog'imni boshidagi bosh kiyimini qanday tikilishini ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun bizga mana shunaqa mato kerak bo'ladi. Mato salgina so'ziluvchan bo'lsa, yana ham yaxshiroq. Va bizga bosh o'lchami kerak bo'ladi. Bosh o'lchamini mana shu qo'g'irchoq boshi orqali ko'rsatib beraman. Birinchi o'lcham bosh aylanasini o'lchami. Ikkinchi o'lcham mana shu peshona qismidan to orqa tomonigacha bo'lgan o'lcham. Metr yordamida boshni aylantirib mana shunaqa o'lchab olamiz. Ikkinchi o'lcham mana shu peshona qismidan orqa bo'yin ustigacha o'lchab olamiz. Bo'ldi. Qizimni boshini birinchi o'lchami aylanasi, ya'ni 42 cm edi. Men bunga yana 3 cm qo'shib 45 cm-ni chizib belgilab oldim. 3 cm qo'shganimning sababi bosh kiyimni oldidagi bezagini o'zidan chiqaraman. Mana shu matoni o'zidan chiqaraman. Shuning hisobiga 3 cm qo'shdim va chizdim. Endi mana shu chiziq ustidan kesib olamiz. Azizlarim, kim qayerdan kuzatyapti, kommentariyaga yozib qo'ysalaringiz, menga bu qiziq bo'ladi. Podpiska bo'lmasdan kuzatayotgan kuzatuvchilardan esa podpisatsiya bo'lib qo'yishlaringizni so'rayman. Instagram profilimga ham obuna bo'lib qo'ysalaringiz, shu va shunga o'xshash videolarni u yerda ham doimiy joylab boraman va kundalik hayotimdagi storieslarimni ham kuzatishlaringiz mumkin bo'ladi. Material so'ziluvchan bo'lgani uchun bir tarafi shunaqa buralib qolyapti. Uchuq bilan bir yo'la tekizlab olaman. Mana qizlar, endi ikkinchi o'lchamimizni olamiz. Avval matoni 2 buklaymizda mana shunaqa tekizlab olamiz. Mana shu buklangan tarafidan ikkinchi o'lchamini o'lchab olamiz. Ikkinchi o'lchami menda 25 cm. Bunga 2 cm chok haqi qo'shaman ostki tarafini qaytarilishi uchun va 3 cm shu bezak uchun chiqaraman. Umumiy 30 cm-ni belgilab olamiz shu yerdan mana shu yergacha 30 cm-ni. Va mana shu belgilangan joydan pastga qaratib yumaloq shaklda chizamiz. Shu videoda ko'rsatayotganimdek yumaloq shaklda chizib olamiz va shu chiziq ustidan qirqib chiqamiz. Mana qizlar, kesib oldim. Endi buni tagini 2 marta qayirib 1 cm-dan qayirib tikib qo'yamiz. Xohlasak tikamiz, xohlasak kleylasak ham bo'ladi. Mashinka bo'lmasa qo'lda tikib qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Men kleylab chiqaman. Mana qizlarjonlar, tagini kleylab oldim. Mustahkam, albatta bu ko'chib ketmaydi. Mana bu ustki qismini aylantirib overlock yoki zigzag qilib tikib chiqsalaringiz ham bo'ladi. Chokidan so'tilib ketmaydigan mato bo'lsa, unda tikish ham shart emas. Endi yonidan qoldirgan 3 cm-imizni mana shunaqa chizib belgilab olamiz, aylantirib. Bezak uchun qoldirgan 3 cm-imizni. Chizib olsak yanada yaxshiroq, bir xil chiqadi hamma joyi. Mana. Endi mana shu ko'rsatilgan chiziqlar bo'ylab aylantirib, qo'lda igna bilan tikib chiqamiz. Qizlar, menda oq ip, albatta bu bilinmaydi. O'ziga o'xshaydigan ip topolmadim. Mana tikib oldim. Endi mana shu tikilgan chokni ipini bir tomonidan tortamiz. Mana shunaqa qilib tortib chiqamiz. Bu o'zi yumaloq bo'lib, bir tarafi shapka shakliga keladi. Mana qizlar, tortib, et-betini to'g'rilab, chiroyli qilib oldim. Hamma tomonini bir xil qilib, mana bu kruk bezagi guli bir tarafi oshiqcha joylarini kesib, hamma tomonini yumalog'ini bir xil shaklga keltirib olamiz. Oq ip bilan tikkanim даже bilingani ham yo'q. Endi bu shapkamizni mana shu gulini o'rta qismiga biror xil bezak yopishtirib qo'ysak bo'ladi. Men bezak uchun mana shunaqa mo'yinchoqchadan foydalandim. Azizlarim, bugungi videoyim ham sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Sizlardan like, podpiska va kommentariya kutib qolaman.